Assalomu alaykum, hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Bugun kattalar va bolalarda gijja tushirish mavzusi va qovoq urug'ining siz bilmagan foydalari haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu gijja kasalliklari o'zi qanday qilib paydo bo'ladi. Gijja kasalliklari o'zi hammada bormi yoki u aynan kimda gijja kasalligi holatida bo'ladi? Buni tushuntirib o'taman. Bizga qo'shiq yoqmay qolyapti, ba'zi birlariga gapimiz yoqmay qolyapti. O'shunaqa odamlar bizga ham yoqmay qolyapti. Parazitologiyaning eng asosida turadigan narsa bu inson tanasidagi infeksiyalardir. Ya'ni bizning tanamizda har doim infeksiyalar bo'ladi. Hattoki sog'lomman deb turgan insonda ham gijjalar mavjud. Ammo ularning ma'lum bir konsentratsiyasi bor va u konsentratsiyadan oshishi natijasida bu gelmintoz kasalligi tashxisi qo'yiladi. Ya'ni gelmintlar, ya'ni gijjalar miqdori ko'payib ketadi. Buning natijasida esa bizning tanamizda vitaminoz holatlari, ya'ni gipovitaminoz holati yuzaga keladi. Bu esa bizda gijja kasalligi bor degani. Umuman olganda barchada gijja bor, lekin hammada ham u rivojlana olmaydi. Kimdaki immunitet tushadigan bo'lsa, gijjalar uchun sharoit ko'payadigan bo'lsa, unda gijjalar ko'payib ketadi. Va ularga qarshi tabiiy vositalarni qo'llashda ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Birinchi navbatda e'tibor beriladigan narsa bu inson immuniteti, ya'ni immunitetni ko'tarishga e'tibor qaratish kerak. Chunki inson tanasini o'zi ham gijjalarga qarshi kurasha oladi. Faqat ichak muhitida, o't yo'llarida va yo'g'on ichakda rivojlanuvchi gijjalar qachonki immunitet pasaygan paytda avj olib rivojlanadi. Bu esa sog'lom ovqatlanmaslik, to'g'ri ovqatlanmaslik va sifatsiz ovqatlanish natijasida yuzaga keladi. Sog'lom ovqatlanmaslik deganda bu yarim tayyor mahsulotlarni suiiste'mol qilish, ya'ni doimiy tarzda kolbasa va shunga o'xshagan yarim tayyor mahsulotlarni iste'mol qilish nazarda tutiladi. Yig'iladigan narsa даже kolbasaga ham pulimiz bo'lmaydi. Undan tashqari esa bizning tanamizga kirib kelayotgan nosog'lom ovqatlanish, ya'ni sifatsiz bo'lgan ovqatlarning miqdori ko'payib ketishi natijasida oshqozon muhitida Helicobacter pylori bakteriyasi ko'payib ketadi. Bu esa oshqozon yarasini keltirib chiqaradi. Bu bilan birgalikda ingichka ichak va yo'g'on ichakda muhit o'zgarishi yuzaga keladi. Buning natijasida esa bizning tanamizni tabiiy immuniteti pasayadi va u yerda gijjalar yashashi uchun sharoit ancha ko'payadi. Va xohlaymizmi yo'qmi, tashqaridan kelayotgan gijjalarning tuxumlari u yerda ko'payishni boshlaydi. Undan tashqari gijjalarning bir nechta turlari bor va ularni aynan bilib olish kerak. Ikkinchi navbatda e'tibor beriladigan narsa bu inson tanasida qanchalik miqdorda gijja mavjudligi va ularga qarshi preparat bergandan so'ng aynan immunitetni rivojlantiruvchi preparatlar, ya'ni vitamin va polivitamin mahsulotlarini berishga qaratiladi. Ya'ni biz tanamizni gijjalardan xalos qilgandan keyin immunitetimizni va ichak muhitimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Yana eng muhim narsa bu ichak muhitidagi probiotik, ya'ni u yerdagi bakterial muhit ham eng muhim hisoblanadi. Chunki u yerda bakterial muhit to'g'ri bo'lmasa, bizning tanamiz B guruh vitaminlari bilan oziqlanishi kamayib ketadi. Chunki bizning tanamizdagi saprofit bakteriyalar bizga vitamin B guruhini sintezlab berishda yordam beradi. Shuning uchun albatta gijjaga qarshi davolanayotganingizda siz tabiiy mahsulotlarmi yoki qandaydir dorilar bo'ladimi, albatta undan keyin vitamin va polivitamin mahsulotlarini iste'mol qilishingiz kerak. Undan tashqari endi mavzuyimiz bu qovoq urug'i. Qovoq urug'i haqiqatdan ham gijjalarga ta'sir qiladimi? Ha, albatta uning tarkibidagi kurkubitin moddasi gijjalarni asab sistemasini falajlash xususiyatiga ega. Aynan bu tibbiyotda isbotlangan. Undan keyin esa farmatsevtikada qo'llaniladigan Vermox nomi bilan mashhur bo'lgan dori, ya'ni mebendazol tarkibli modda haqida gaplashamiz. Aynan bu modda ham xuddi kurkubitin kabi asab sistemasini, gijjalarning asab sistemasini falajlash xususiyatiga ega. Lekin gijjalarning asab sistemasi falajlandi degani bu ulardan qutuldik degani emas. Ularni endi uxlatib qo'yganimizdan so'ng tanadan chiqarib yuborishimiz kerak. Buning uchun surgi dorilari tayinlanadi. Surgi dorilarni tayinlayotganda ham albatta e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun kastor moyi yoki shunga o'xshagan ichak varsinkasini qo'zg'atuvchi, masalan, sanobargi, ya'ni senediksin kabi moddalarni berishimiz mumkin emas. Chunki ular ichak varsinkasini qo'zg'atadi va so'rilishni kuchaytiradi va dorining konsentratsiyasi ichak muhitida emas, qonda ko'tarilib ketadi.
Bu bizga kerak bo'lmagan muhitda konsentratsiyaning oshishi degani. Va buning natijasida bizga kerakli natija hosil bo'lmaydi. Bunday bo'lmasligi uchun albatta biz gijjalarga qarshi preparatlarni ishlatayotganda juda ham qattiq e'tibor berishimiz kerak va aynan gijjalarni qayerda joylashganiga ham e'tibor berish kerak. Aynan qovoq urug'i ichaklarda, ingichka ichak va yo'g'on ichakda joylashgan askarida va ostritsa kabi yengil gijja turlariga qarshi kurashib biladi. Ammo boshqa gijja turlari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun lyamblaga o'xshagan bir hujayrali gijjalar bo'ladigan bo'lsa, unda biz yana ham kuchliroq dorilardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni lyamblaga qovoq urug'i bilan kurashish bu foydali emas. Lekin qovoq urug'ining qo'shimcha foydalari mavjud. Uning tarkibida ruh elementi, ya'ni xalqimiz tilida, hozirda rus tilida aytilayotgan sink elementi aynan ko'p miqdorda. Undan tashqari bir paytning o'zida qovoq urug'i mis va omega 3 moy kislotasiga juda ham boy hisoblanadi. Shuning uchun ham eng yaxshi universal mahsulot sifatida uni gijjalarga berishimiz mumkin. Chunki u ham kurkubitin berib, gijjalarni churishda ishtirok etsa, ham vitaminlarni bizga o'zi beradi. Buning natijasida esa biz universal tarzda gijjalarga qarshi kurasha olamiz. Endi qovoq urug'ini qanday qilib gijjalarga qo'llash haqida gaplashamiz. Aynan qovoq urug'ini bir nechta usullarda qo'llash mumkin, lekin men shaxsiy tajribamdan o'tkazgan holatimda eng yaxshi uslubni aytib beraman. Birinchisi, ya'ni 2 osh qoshiq miqdorida qovoq urug'i 1 stakanga solinadi va stakan to'lgunicha suv bilan tun davomida qoldiriladi. Ertalab esa ushbu suv bilan birgalikda blender yoki maydalagich yordamida bu smuziga aylantiriladi va shu stakandagi miqdorni bolaga 2 martaga, kattalarda esa 1 martada iste'mol qilish buyuriladi. Bu ularda gijjalarni churish uchun eng samarali usul hisoblanadi va ushbu retsept asosida 7 kun davomida har kuni ertalab, nahorda iste'mol qilinadi. Buning natijasida bizni tanamizdan nafaqat gijjalar tushadi, balki qon bosimi me'yorlashadi, erkaklarda jinsiy gormonlar normallashadi. Ayollarda esa umuman olganda tanada yog' miqdori ancha kamayadi. Bu inson tanasi uchun juda ham foydali, asablarni ham tinchlantiradi. Bormi orig'i? Yo'q. Kim bilan kelding? Sanmi o'rtog'i? Kim bo'ladi? Har bir narsada bo'lgani kabi qovoq urug'ini iste'molida ham me'yor bo'lishi kerak. Kuniga 30-40 grammdan oshirmasdan iste'mol qilish kerak. Undan tashqari ba'zi bir insonlarda buyrak xastaliklari bo'ladigan bo'lsa, qovoq urug'i tavsiya etilmaydi, chunki u nefronlarga ham zararli ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari kurkubitin moddasi bizning asab sistemamizga ham ta'sir qilishi mumkin. Buning natijasida insonda reaksiyalar kamayadi va biz ham ancha zaharlanib qolishimiz mumkin. Undan tashqari allergik reaksiyalar bo'lishi ham mumkin. Allergik reaksiyalar bo'ladigan bo'lsa yoki boshda og'riq, ko'ngil aynishi holatlari bo'ladigan bo'lsa, qovoq urug'ini darhol cheklash kerak. Tabiat bizga barcha kasalliklar uchun tabiiy davo vositalarini hadya qilgan. Agar ushbu videoni yoqtirgan bo'lsangiz, ushbu videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va sof tibbiyot jamoasini kamtarona mehnatini baholagan holatda o'zingizni fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.